Do'stlar, Koreyada nelegal yashab kelayotgan o'zbekistonlik vatandoshimiz bilan suhbat olib boramiz. Koreyaga qancha bo'ldi kelganingizga? 7 yil bo'ldi hozir kelganimga. Nelegal yashash tashqaridan kimlar uchundir oson tuyuladi. Ichkariga qaraganda qanchalik qiyin. Misol uchun 7 yildan beri siz shunaqa nelegal holatda yashab kelyapsiz. U nelegallikni men hech kimga tavsiya bermayman. To'g'ri, misol uchun qanaqadir so'liq, nimadirlar to'lovlar bo'lmaydi, boshqa, lekin qiyin masala. Rosa qiyin masala. Endi kimga qanaqa, kimdir nelegallikni xohlaydi. Haligi qanaqadir puli hammasi o'zimga qoladi, boshqa qoladi, ana mana deb nelegallikni xohladi. Lekin men majburlikdan nelegal bo'lib qolganman. Shuning uchun qanaqa deb tushuntiraman sizga. Endi tushuntirib bera olmayman ham ochig'i. Lekin tavsiya qilmayman. Misol uchun xohlaganda uyingizga borib kela olmaysiz. Xohlaganda misol uchun xohlagan ishingizni qila olmaysiz. O'zbekistonga borib kelish kerak, sharoit bo'lib qolsa borib kela olmaysiz. Yoki yig'ishtirilib ketish kerak bo'ladi. Pulni. O'zini sabablari bor-da. Lekin tavsiya bermayman nelegallikni. Yana aytaman, kimgadir zo'r deb o'ylaydi. Lekin qiyin masala. Bitta doktorga borib kelish o'zi bo'lmaydi, misol uchun-da. Qaytingizdir og'rib qolib, boshqa bo'ladi. 1 million pul shunday yo'qolib qoladi. Ishonsangiz o'zi mana shu 7 yil bo'lgan bo'lsa, kamida 10 million, 15 million atrofida pulim ketgan mana shu doktorning o'ziga. Borasiz, hech qanaqa sizga anaqa yo'q. Sug'urta, hech qanaqa narsangiz yo'q. Shunda borasiz, yo'q deganda 5-600 ming pul ketadi. Bo'lmasa 1 million pul ketadi. Shunaqa qiyin tomonlari bor-da, men tavsiya bermayman lekin. Ya'ni hammani xohish o'zida. Ular hozir ishchi vizadagilar studentlardan so'rashganda o'yiga 400 dollar, 500 dollar yutsa bo'ladi. Nelegal holatda sug'urta, soliqlar to'lamasdan, lekin o'sha ham katta qismi ebetingiz og'rib qolgan taqdirda chiqib ketadi. O'zi 2000 dollar ko'p topsangiz ham, misol uchun sizga qo'pol qilayotganda, xohlaganda uyingizga borib kela olmaysiz, xohlaganda boshqa qila olmaysiz-da. Unda umuman aniga bo'lmaydi-da. Endi bu meni shaxsiy fikrim, ya'ni hammaning o'zini fikri bor. Men o'zimdan kelib chiqib aytdim, yaxshi emas. To'g'ri, misol uchun mana o'sha qonuniy yuradiganlardan, boshqalardan ko'ra pulni ko'proq topasiz, rasxodingiz kamroq, почти yo'q rasxod, lekin hamma narsadan uzilasizda tashqi dunyoda. Yo'q, ag'ri bo'lish kerak, bag'li bo'lish kerak. Qonuniy yurganga yetmaydi, nima bo'lsa. Shu o'zgina rasxod bo'lsa ham. Aynan. Boshida nelegal kelganingizda necha yil atrofida ishlab O'zbekistonga pulni qaytaman deb rejalashtirgansiz? Men to'g'risi qaz bo'lib qolganman. Qaz bo'lib o'zi Koreyaga kelish to'g'risi yo'qtirmas, hech qayerga bormaganman men oldinda. Shofirchilik o'zi hech kimga yoqmaydi. O'zi odatda o'sha O'zbekistonda o'zi yaxshi sharoit bo'lgan. Keyin majbur bo'lib, boshqa bo'lib, shu Koreyaning o'ziga kelingan, boshqa hech qaysi davlatga borilmagan. Koreyaga kelib, misol uchun shu qazni uzamani ketaman deganman-da. Qaz bo'lib qolganman men shu O'zbekistonda. Shu qazni uzib ketaman deganman. Boshida misol uchun 1 yilda ketaman, 2 yilda ketaman, boshqa bo'lmagan. Asli noqonuniy bo'lish ham anaqa bo'lmagan. Boshqa iloji bo'lmagan. Boshqa ilojim bo'lmaganda men O'zbekistonga borsam yoki qazni hammasini berish kerak edi, yo'q. Endi shunaqa majburiyat bo'lgan endi. Shu hisobidan majbur bo'lib qolib ketdim. Endi qutuldi o qazlardan, endi Xudo xolasa ketamiz bu yil. Agar bugun qonuniy yashash yoki butunlay O'zbekistonga qaytib ketish taklifi berilsa, qaysi birini tanlagan bo'lardingiz? Yo'q, qonuniy yashashni olardim. O'zbekistonga borib kelib yurarsiz-ku qonuniy bo'lsa. Baribir Hech qanaqa ikkilanma qonuniy yurishni tanlab, qanaqadir to'lov bo'ladimi, qanaqadir nimadirlari bo'ladimi? Shu hamma to'lovini qilib qonuniy yashashga yetmaydi lekin. Shu 6 yil ichida eng katta armoningiz nima bo'ldi? Armon ko'p. Yoshlik ketdi. Yoshlik emas, sog'liq ketdi, umr ketdi. Eng asosiy narsalar aytib bo'lmaydigan bitta ikkita ishlar ham bo'ldi endi. Misol uchun otamiz o'tib qoldilar, bora olmadi u. Eng katta armonda. Alloh yo'li jannatlarga. Misol uchun qarz bo'ldi, misol uchun bitta ikkita insonlar ariza ham qilib qo'ygan bo'lgan, shuni hisobiga biz bora olmaganmiz. Yo'qsa misol uchun qaz bo'lsa ham qaytib ketib
turlardı otan üstüde. O'tganlar. Lekin ağda misol uchun qarz turibdi, ariza qilgan, shunaqa holatlar bo'lib qolganda, shuni hisobiga bora olmaganman. Endi misol uchun Xudo xohlasa hammasidan qutuldim, boshqa. Endi armon o'sha. Musofir insonga hech unaqa boshiga tushmasin. Ha, yomon bo'lgan. Ikki tosh orasida qoladi odam bunaqa holatda. Oxirgi savolim, kariyerani orzu qilayotgan yoshlarga nima maslahat berasiz? Hozir ko'pchilik studentlar keladi, eplolmasdan nelegal holatga chikitib qolishi ko'p kuzatilyapti. Shunaqalarga orzu qilayotgan kariyerani orzu deb bilgan yoshlarga qanaqa maslahat berasiz? Endi maslahat men to'g'risi bera olmayman. Sababi men o'zimni bilaman, boshqalarni bilmayman. Endi aqli yetsa kelsin, qilsin. Lekin nima deydi? Qiziqtirayotganligi Konsaltingni. shu konsaltingmi boshqalarmi qiziqtiradi-ku, misol uchun ish pullar topasan, anaqa pulni o'ynab yurib topasan deganlar demini o'zi to'g'risida. Yo'q u. Hamma narsa tushdi. O'sha O'zbekistonda tush ko'rishadi-ku, Koreya bo'lsa haligi o'yiga misol uchun 3 ming, 4 ming topaman deb. To'g'ri, misol uchun 250 ming, 300 ming tushiradiganlar ham bor, misol uchun qog'ozga $200 tushiradiganlar ham bor. Endi ular misol uchun yo ishini ustasi, yo o'sha nimadir bo'lib joylashib qolganlar. Lekin ag'dan O'zbekistondan kelib, bu yerda o'qib ham ishlab tog'i to'lqon qilib boraman deydiganlar ozgina shoshilgan bo'lib qoladi-da endi, meni o'ylashimcha. Lekin yo'q narsa u. Boshida любой, misol uchun o'qish viza emas, qanaqadir ishchi viza bo'lib keladimi, boshqa bo'ladimi? 2 yil. Hech bo'lmaganda 1 yil. Ancha qiyinchilik ko'radi, ancha pul, u o'ylagan pulini topa olmaydi, 100% garantiya. Hozir ishchi vizadagilar ham deyarli 3000 umuman orzu qilmaydi. 2000 orzu qilsa topsa bo'ladi lekin. Koreya ham unchalik oson bo'lib qolmadi. Hozirgi kunda shunaqa. Endi misol uchun biz hech qayerga bormay ishlaymiz-ku, misol uchun. Qimillamay ishlaymiz, misol uchun bozor shu dam bo'linadi. Qolgan kuni ish bo'lsa ham mana biz ham rosa topsam shu 2000 topamiz-da. 2000. 2026-yilda Koreya bilan sizlar boshida kelgan Koreyani farqi o'zgarishlar bo'ldimi? Ko'pchilik Koreya tugadi deydi. Sizlar kelganingizda sharoit qanaqa edi ishlashga, pul topishga? Koreya o'sha odam ko'payib ketdi. Misol uchun bitta O'zbekistondan kelmaydi ko'paygan odam. Qaysi qashshoqroq misol uchun o'sha anaqa davlat bo'lsa, o'sha hammasidan keladi odam ishlagan. Ishlash qiyinlashdi. O'zbekistonda misol uchun nisbatan yaxshi-ku baribir hozirgi kunda men endi o'ylashimcha. Lekin boshqa qiyin davlatlardan juda odam ko'p keladi. Tanimagan davlatlaringiz ishdasiz-ku, qaydan sansa falon joydanman deydi. Yetti uxlab tushingizga kirmagan davlatni aytadi. O'shalardan ishni bilasizda, to'g'risi. Odam ko'pligini hisobiga hozirgi kunda ayniqsa kino bo'lib ketdi. Lekin o'sha 2020 o'sha karantin vaqtida haqiqatan zo'r bo'ldi. Sababi misol zavoddan chiqib ketib arba qilsangiz ham, arbatga chiqib ishlasangiz ham, o'tijam $150, $200 gacha tushirsa bo'ladigan holatlar bo'lgan. Misol uchun o'sha ishlatadigan boshliqlar ham kelamiz, yelinib yurib, arbatga ham o'sha arbatga chaqirsa, boshqa qilsa tanlab chiqilardi ishga. Odam kamida. Odam kam, misol şeyda yurganlar ham qanchadan qanchasi ketib o'rganda, shatda chiqib ketib o'rgan. Hali yangi boshlangan virus. Lekin hozir men o'ylayman, ancha qiyin. Shu 2020, 2021 zo'r vaqtlar bo'lgan. Lekin hozir 2023dagi o'zi kino bo'lishi boshladi. Lekin Xudoga shukr, haligi misol uchun ishlagan hamma yo'qda ham topadi. Harakat qilgan aytiladi. Lekin bu yerda sal misol uchun boshqa yoqlarga qaraganda o'sish sal yaxshiroq. Misol uchun harakat qilib nimadirlar qilsangiz, bir ishingiz topsangiz bo'ladi-da. Do'stlar, Koreya unchalik orzu qiladigan holatda emas hozir, lekin eplaydi, harakat qilgan 2000 atrofida topsa bo'ladi. Uncha ayrim bilan $3000 deydi, lekin bu juda qiyin holatda. O'rtacha ishlab, o'qib 1,5-2 ming topsa bo'ladi.